Bugun men pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar, nogironligi bo'yicha pensiya yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olayotgan oilalar uchun juda muhim masalani tushuntiraman. 2 avgustdan boshlab pensiya va nafaqa tizimida tartib, tekshiruv, hujjat almashinuvi va to'lov jarayonlariga oid ayrim yondashuvlar o'zgaradi. Bu o'zgarishlar kimlargadir qulaylik beradi, kimlardir esa vaqtida tayyorlanmasa, to'lov kechikishi, ortiqcha hisoblangan pulni qaytarish talabi yoki hujjatlarni qayta topshirish kabi muammolarga duch kelishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, endi nima o'zgaradi? Kim xavotir olish kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Qayerga murojaat qilish kerak va eng muhimi pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun hozirdan nima qilish lozim? Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar aynan vaqtida eshitilsa foyda beradi. Kech eshitilsa muammo bo'lishi mumkin. Men avvalo eng asosiy narsani tushuntirib beraman. Pensiya tizimida odamlar ko'p yillar davomida bitta oddiy tartibga o'rganib qolgan. Pensiya tayinlanadi, har oy bank kartaga yoki naqd shaklda keladi. Odam faqat pulini oladi. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Pensiya bir marta tayinlandimi? Bo'ldi, endi hech narsa o'zgarmaydi. Aslida esa pensiya doimiy nazorat qilinadigan to'lov hisoblanadi. Davlat bazalarida fuqaroning yashash joyi, pasport ma'lumotlari, ish staji, ishga joylashgan yoki joylashmagani, nogironlik muddati, boquvchisini yo'qotganlik holati, bank rekvizitlari va boshqa ma'lumotlar tekshirib boriladi. Avvallari ko'p jarayon qog'oz hujjatga bog'liq edi. Masalan, odam pensiya yoshiga yetganda mehnat daftarchasini, ish joyidan ma'lumotnoma, arxivdan tasdiq, oila tarkibi haqida hujjat, bank hisob raqami, pasport nusxasi kabi hujjatlarni yig'ib borardi. Bir hujjatda xato bo'lsa, fuqaro yana arxivga, yana korxonaga, yana mahallaga qatnardi. Ayniqsa Sovet davrida ishlagan. Korxonasi yopilib ketgan, mehnat daftarchasida muhr xira tushgan, familiyasi turmushdan keyin o'zgargan ayollar juda ko'p qiynalardi. Endi tizimda asosiy urg'u elektron ma'lumotlarga, idoralararo almashinuvga va tekshiruvni avtomatlashtirishga qaratilmoqda. Ya'ni pensiya jamg'armasi yoki vakolatli organ har bir ma'lumotni fuqaroning qo'lidan qog'ozda so'rash o'rniga davlat bazalaridan tekshirish kerak bo'ladi. Bu yaxshi tomoni. Lekin buning ikkinchi tomoni ham bor. Agar bazada siz haqingizda noto'g'ri ma'lumot turgan bo'lsa, masalan, pasport seriyangiz eski bo'lsa, yashash manzilingiz yangilanmagan bo'lsa, ish stajingiz to'liq ko'rinmasa, bank kartangiz yopilgan bo'lsa yoki telefon raqamingiz boshqa odam nomida bo'lsa, tizim sizning to'lovingizni to'g'ri o'tkaza olmay qolishi mumkin. 2 avgustdan boshlab e'tibor kuchayadigan yo'nalishlar shundan iborat. Pensiya oluvchilarning ma'lumotlari aniqlashtiriladi. To'lov kanallari bo'yicha tartiblar yanada aniq yuritiladi. Elektron murojaatlar va avtomatik tekshiruvlar ko'payadi. Ayrim toifadagi fuqarolardan qo'shimcha tasdiqlar talab qilinishi mumkin. Men buni odamlarni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, tayyor bo'lgan odam yutadi. Hujjati joyida bo'lgan, kartasi faol bo'lgan, yashash manzili to'g'ri bo'lgan pensioner hech qanday xavotir qilmaydi. Muammo odatda keyin qilaman deb yuradiganlarda chiqadi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasa bo'ladi? Birinchi navbatda kimlar albatta o'z ma'lumotlarini tekshirtirib qo'yishi kerak. Men bunday fuqarolarni bir nechta guruhga ajrataman. Birinchi guruh bank kartasi orqali pensiya oladigan, lekin kartasi muddati tugagan yoki yaqinda tugaydigan pensionerlar. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi olimtekis yoshli opa har oy 1,3 million so'm pensiya oladi. Uning plastik kartasi avgust oyida amal qilish muddatini tugatadi. Opa buni sezmaydi. Chunki kartaga ko'p qaramaydi. Pulni esa o'g'li bankomatdan olib beradi. Agar karta faol bo'lmasa, pensiya jo'natilgan taqdirda ham pul tushmasligi yoki qaytib ketishi mumkin. Keyin opa pensiyam kelmadi deb yuradi. Aslida muammo kartada bo'ladi. Shuning uchun kartaning amal qilish muddatini tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat tugayotgan bo'lsa, bankka borib yangilang. Ikkinchi guruh. Yashash manzilini o'zgartirgan, lekin ro'yxatdan o'tishni yoki ma'lumotlarni yangilashni kechiktirgan pensionerlar. Masalan, Samarqandda ro'yxatda turgan otaxon 2 yildan beri qizi bilan Farg'onada yashayapti. Pensiya kartaga tushgani uchun farqi yo'q deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda hududiy organlar ma'lumotni solishtirganda fuqaro qayerda doimiy yashayotgani, qaysi tibbiy yoki ijtimoiy xizmatlardan foydalanayotgani
nogironlik hujjatlari qayerda yuritilayotgani muhim bo'ladi. Agar bazalarda nomuvaffiqlik bo'lsa, tekshiruv cho'ziladi. Shuning uchun doimiy yoki vaqtincha yashash manzilingizni tartibga keltiring. 3-guruh nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oluvchilar. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa boshqa, muayyan muddatga belgilangan bo'lsa boshqa. Agar tibbiy mehnat ekspertiza hujjati muddati tugagan bo'lsa, tizim to'lovni davom ettirish uchun yangilangan ma'lumotni kutishi mumkin. Misol uchun, 2 guruh nogironligi 1 yilga berilgan fuqaroning muddati 10 avgustda tugagan bo'lsa, u 10 avgustdan keyin nega pulim to'xtadi deb hayron bo'lmasligi kerak. Avval ekspertiza muddatini bilish, kerak bo'lsa tibbiy ko'rikdan o'tish, hujjatlarni yangilash lozim. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar, ayniqsa bolalari 18 yoshga to'lganlar. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Bola 18 yoshga to'lgandan keyin, agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim to'lovlar belgilangan tartibda davom etishi mumkin. Lekin buning uchun o'qish joyidan ma'lumot, talabalik holati, kunduzgi ta'lim shakli tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Agar bola kollej, texnikum yoki oliygohda o'qiyotgan bo'lsa, hujjatni vaqtida taqdim etmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Misol uchun, bir oilada 19 yoshli qiz otasidan qolgan pensiya ulushini olayotgan bo'lsa, lekin sentabrda o'qishini tasdiqlovchi ma'lumot kechiksa, avgust-sentabr to'lovlari bo'yicha savollar chiqishi mumkin. 5-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensioner ishlasa pensiyasi kesiladimi deb so'raydi. Bu savolga umumiy javob berishdan oldin toifani aniqlash kerak. Yoshga doir pensiyami, imtiyozli pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boshqa nafaqami? Ayrim holatlarda ishlash to'lov miqdoriga ta'sir qilmaydi. Ayrim maxsus toifalarda esa ma'lumot berish majburiyati bo'lishi mumkin. Eng katta xato shuki, odam ishga kiradi, lekin pensiya jamg'armasi bazasida bu ma'lumot qanday aks etishini tekshirmaydi. Keyin qayta hisob-kitob bo'lganda ortiqcha to'lov chiqqani aytilishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiy mehnat shartnomangiz, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri yuritilayotganini tekshiring. 6-guruh chet elga uzoq muddatga ketgan yoki ketmoqchi bo'lgan pensionerlar. Agar fuqaro pensiyani O'zbekistondagi kartasiga olib, o'zi chet elda yashasa, ayrim holatlarda hayotlikni tasdiqlash, yashash manzili, vakil orqali pul olish tartibi kabi masalalar yuzaga keladi. Masalan, otaxon Rossiyadagi farzandi yonida 6 oy yashadi. Kartasini esa nevarasi ishlatib turdi. Keyin bank operatsiyalari yoki identifikatsiya bo'yicha savol tug'ilsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Shu sababli chet elga uzoq muddat ketayotganlar oldindan pensiya jamg'armasiga yoki tegishli markazga maslahat uchun murojaat qilgani ma'qul. Kim xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizning pasportingiz yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pensiya har oy muammosiz tushayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, nogironlik muddati yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa, siz ortiqcha vahima qilishingiz shart emas. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki pensiya masalasida eng yaxshi yo'l muammo chiqqandan keyin yurish emas, muammo chiqmasdan oldin olish. Asosiy qism 2. Istisnolar, yashirin nozik jihatlar va odamlar ko'p adashadigan joylar. Endi men eng muhim nozik jihatlarga o'taman. Birinchi nozik jihat, menga SMS kelmadi. Demak, muammo yo'q degan fikr noto'g'ri. Hamma xabar ham SMS orqali kelmasligi mumkin. Telefon raqamingiz eski bo'lishi, boshqa odam nomida bo'lishi, bankdagi raqam bilan davlat xizmatlaridagi raqam farq qilishi mumkin. Shuning uchun faqat SMS kutib o'tirmang. O'zingiz tekshiring. Ikkinchi nozik jihat, pensiya miqdori o'zgarsa odam darhol meni aldashdi deb o'ylaydi. Aslida miqdor o'zgarishining sabablari ko'p bo'lishi mumkin. Indeksatsiya bo'lishi, qayta hisoblash bo'lishi. Avvalgi ortiqcha to'lov ushlab qolinishi, karta yoki bank komissiyasi bilan bog'liq tushunmovchilik bo'lishi, boquvchisini yo'qotganlik ulushi oila a'zolari soniga qarab o'zgarishi mumkin. Masalan, oila 3 nafar farzand uchun to'lov olgan, ulardan biri 18 yoshga to'lgan va o'qishini tasdiqlamagan. Natijada umumiy summa kamayadi. Bu pensiya kesildi degani emas, huquq asoslari o'zgargan bo'lishi mumkin. 3-nozik jihat. Arxiv staji. Ko'plab pensionerlar men 35 yil ishlaganman, lekin 22 yil hisoblashdi deydi. Sababi har bir ish davri hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Mehnat daftarchasidagi yozuvda korxona nomi noto'g'ri, sanad tushunarsiz, muhr yo'q. Buyruq raqami yozilmagan bo'lsa, u davrni tasdiqlash qiyinlashadi. Elektron tizim kuchayganda bunday nomuvofiqliklar yanada ko'rinadi.
Shuning uchun agar siz pensiya miqdoridan norozi bo'lsangiz, faqat og'zaki shikoyat qilmang. Qaysi yillar hisobga olingan, qaysi yillar olinmaganini yozma ravishda so'rang. Keyin o'sha yillar bo'yicha arxiv hujjatlarini tiklashga harakat qiling. 4-nozik jihat, familiya, ism, otasining ismi o'zgarishi. Ayollarda bu ko'p uchraydi. Qiz familiyasi bilan ishlagan, keyin turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan, mehnat daftarchasida bir xil, diplomda boshqa xil, pasportda 3-xil yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, Gulnora bir hujjatda Gulnora bo'lib ketgan. Abdullayevna bir joyda Abdullayeva bo'lib yozilgan. Oddiy ko'ringan bitta harf ham elektron tizimda boshqa odam sifatida chiqishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma nusxasi kerak bo'ladi. 5-nozik jihat, vakil orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar yoshi katta, kasal yoki yura olmaydi. Ularning pensiyasini farzandi, qarindoshi yoki boshqa ishonchli odam olib beradi. Bu yerda ishonchnoma muddati, notarial tasdiq, bankdagi vakillik tartibi juda muhim. Ishonchnoma muddati tugasa bank pul bermaydi. Ba'zan farzand men har doim olib yurardim-ku deydi. Lekin tizim uchun har doim degan tushuncha yo'q. Hujjat muddati bor. Shuning uchun uyda yotgan pensionerlar uchun ishonchnomalarini vaqtida yangilash kerak. 6-nozik jihat, ortiqcha to'lov. Odamlar eng ko'p shundan qo'rqadi. Ortiqcha to'lov nimadan chiqadi? Masalan, fuqaro ma'lum bir nafaqa olish huquqini yo'qotgan, lekin bu haqda vaqtida xabar bermagan. Yoki bola o'qishni tashlagan, lekin oila boquvchisini yo'qotganlik to'lovini olishda davom etgan. Yoki nogironlik muddati tugagan, lekin hujjat yangilanmagan. Keyin tekshiruvda ortiqcha oylar aniqlanadi va pulni qaytarish masalasi ko'tariladi. Shuning uchun men doim aytaman, huquq beruvchi holat o'zgarsa darhol xabar bering. Bugun yashirgan narsa ertaga qarz bo'lib qaytishi mumkin. 7-nozik jihat, mahalla aytdi, bank xodimi aytdi, qo'shnim shunday qildi degan gaplarga ishonib qaror qilmang. Pensiya masalasida har bir odamning holati alohida. Qo'shningizning pensiyasi oshgani siznikiga ham avtomatik oshadi degani emas. Bir odamning ish staji 20 yil, boshqasining 22 yil. Birining ish haqi yuborib bo'lgan, boshqasining hujjati yo'q. Birining nogironligi muddatsiz, boshqasiniki vaqtincha. Shuning uchun har bir masalada rasmiy javob oling. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz muddati tugamaganmi? Ism, familiyangiz barcha hujjatlarda bir xil yozilganmi? Tug'ilgan sanat to'g'rimi? JSH raqamingiz hujjatlarda to'g'ri ko'rsatilganmi? Bularni ko'rib chiqing. Agar pasport muddati tugagan bo'lsa, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga borib yangilang. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati, karta bloklanmaganligi, bankdagi telefon raqamingiz, SMS xabarnoma ulanganmi, bularni aniqlang. Agar pensiya tushadigan kartani yo'qotgan bo'lsangiz, darhol bankka murojaat qiling. Yangi karta ochilganda uning rekvizitlari pensiya to'lov tizimiga to'g'ri bog'langanini tekshirtiring. 3-qadam, pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumot oling. Hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga, inson ijtimoiy xizmatlar markaziga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, pensiyangiz qaysi asosda tayinlangan, qancha staj hisoblangan, qanday to'lov turi olayotganingizni aniqlang. Agar imkoningiz bo'lsa, MyBobka.gov. Uz yoki boshqa rasmiy elektron xizmatlar orqali ham ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Elektron xizmatdan foydalana olmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli odamingiz yordam bersin. Lekin parol va shaxsiy ma'lumotlaringizni begona odamga bermang. 4-qadam, agar nogironlik bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsangiz, TMK yoki tegishli tibbiy ekspertiza hujjatingiz muddatini tekshiring. Muddati yaqinlashgan bo'lsa, poliklinikaga boring, shifokor ko'rigidan o'ting, kerakli tahlillarni topshiring. Oxirgi kunga qoldirmang. Chunki tibbiy hujjat tayyorlanishi, komissiya ko'rishi, ma'lumot tizimiga tushishi vaqt oladi. 5-qadam. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalarda har bir farzandning yoshini va o'qish holatini tekshiring. Agar farzand omuzadek yoshga to'lgan bo'lsa va kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma oling. Ma'lumotnomada ta'lim muassasasi nomi, o'quvchining yoki talabaning FI, ta'lim shakli, kursi va o'qish muddati aniq yozilgan bo'lishi kerak. Agar bola o'qishni tashlagan bo'lsa, bu holatni yashirmang. 6-qadam. Ish stajingiz bo'yicha hujjatlarni tartibga soling. Mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, harbiy xizmat hujjatlari
dekret davri bo'yicha hujjatlar, ta'lim davri bo'yicha diplom yoki ma'lumotnomalar, bularni bitta papkaga joylang. Agar mehnat daftarchasida xato bo'lsa, eski korxona mavjud bo'lsa, o'sha korxonaga, mavjud bo'lmasa, arxivga murojaat qiling. Arxivga murojaatda ish joyi nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, bo'lim yoki sex nomi bo'lsa, hammasini yozing. 7-qadam, yozma murojaat qilishni o'rganing. Og'zaki aytilgan gap unutiladi, yozma murojaat esa ro'yxatga olinadi. Agar pensiyangiz kechiksa, miqdori kamaygandek tuyulsa yoki qayta hisoblash so'ramoqchi bo'lsangiz, arizada aniq yozing. Menga tayinlangan pensiya miqdorini shaxslantirishda qaysi ish staji davrlari hisobga olinganini va qaysi davrlar hisobga olinmaganini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Yoki pensiya to'lovining kechikish sababi va uni bartaraf etish tartibi haqida ma'lumot berishingizni so'rayman. Ariza nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. 8-qadam, telefon raqamingizni yangilang. Bankda, davlat xizmatlari portalida pensiya organlarida ko'rsatilgan telefon raqam bir xil va siz ishlatadigan raqam bo'lsin. Ko'p pensionerlar eski raqamni o'g'liga bergan, yangi raqam esa hech qayerda ro'yxatda yo'q. Natijada muhim xabarlar boshqa odamga ketadi yoki umuman yetib bormaydi. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya islohoti, qayta hisoblash 2 avgustdan yangi pul beriladi. Kartangizni tekshirib beramiz. SMS kodni ayting degan bahonada firibgarlar ko'payishi mumkin. Hech kimga karta raqamingizning to'liq ma'lumotlarini, SMS kodni, PIN kodni, pasport rasmingizni yubormang. Rasmiy xodim hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib pensiyangiz to'xtaydi, kodni ayting desa, darhol qo'ng'iroqni uzing. 10-qadam, oilaviy nazorat qiling. Agar uyda yoshi katta ota-onangiz bo'lsa, ularning hujjatlarini bir marta tekshirib bering. Kartasi qachon tugaydi? Pensiyasi qaysi bankka tushadi? Pasporti amaldami? Telefon raqami kim nomida? Ishonchnomasi bormi? Bularni yozib qo'ying. Katta yoshdagi odamlar ko'pincha mayda detalga e'tibor bermaydi. Lekin aynan shu mayda detal sabab pensiya kechikadi. Demak, 12 avgustdan boshlab pensionerlar uchun eng muhim masala hujjatlarning to'g'riligi, bank kartining faol bo'lishi. Yashash manzili va shaxsiy ma'lumotlarning bazalarida mos kelishi, nogironlik yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik kabi huquq beruvchi holatlarning vaqtida tasdiqlanishidir. Hujjatlari joyida bo'lgan odam qo'rqmasin. Lekin hammasi o'zi bo'ladi deb beparvo yurish ham to'g'ri emas. Men ekspert sifatida sizga shuni maslahat beraman. Bugunoq pasportingizni, kartangizni, telefon raqamingizni, pensiya hujjatlaringizni tekshiring. Agar biror joyda xato topsangiz, ertaga emas, hozir harakat boshlang. Pensiya bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz evaziga beriladigan haqingiz. Uni olishda hujjatdagi bitta xato yoki muddati tugagan karta to'siq bo'lib qolmasligi kerak. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari, qayta hisoblash yoki hujjat tekshiruvi bo'yicha qanday muammolar bo'lyapti? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida yuborilgan video kimningdir pensiyasi kechikib qolishining oldini olishi mumkin.